Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunday arashdan bo'g'oz sovliq ishqibozlari akalar, bugungi videomizga 13 dona sovliqda haqiqiy gigantlardan yetib keldi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, videoni boshidan bitadan like tirs bosib qo'ying, xudo xolasa narxlar o'ta ham yengil yetib keldi. Xudo xolasa qo'ylar haqiqiy go'zallardan yetib keldi akalar, tozalaridan, toza Qirg'iziston Bishkek sovliqlari. Bo'ylari 80 plus, 80-85 kelaveradi qo'ylar qarang. O'ta ham yirik variantlardan, xudo xolasa. Oling mana balaga topadigan variantda. Ichida bitta tug'oy deb turgan varianti ham bor. Yaqin uni. Chekkadagi yaqin bo'g'ozi. Qo'ylarning yosh oyliklari bir dona qo'zisi bor. 2 tish, 4 tish, 6 tishgacha mana qo'ylar. O'ta ham sog'lom variantdan, tetigidan jonivorlarni mashalloh. Bittadan like bosib, kanalda yangi ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'rasizlar qo'ylar. O'ta ham go'zal variantlardan. Xudo xolasa hammasini bir joyga odam chiroyli baraka topaveradi. Qo'ylarimiz ham yeb ichishlari ham o'ta ham go'zal. Tetigi variantidan mana. Xudo xolasa o'ta ham zo'r variantlardan. Olgan odam chiroyli baraka topaveradi. Tavsiya qilib qolaman, xudo xolasa. Shularimizni bo'ylari otilgan 85 kelaveradi. Jonivorlar. O'ta ham zo'rlaridan. Sovliqda zo'ri kerak menga. Akalarimizga, xudo xolasa. Bir qora, soni 13 bosh. Biz yungi to'kiladigan variantdan to'kilishni ham boshlagan ashkularimiz yungilari ana. Jonivorlar. Xudo xolasa narxlarni ham chiroyli qilib qo'yib beramiz akalar. Narxi 8 million, 7,5 million ham yo'q. Narxlar aka o'ta ham yengil yetib keldi. Hammasini bir joyga 13 boshga bir joyga pul so'rayman degan akalarimizga 7 million 200 ming so'mdan dastavkalar O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Qo'y qarang. O'ta ham yarichka variant ana shu qo'yimiz qo'zi. Xudo xolasa mana. Qo'ylar ahamiyat bering akalar, mana bitta sekin o'tyapti jonivorlar. Mana shu qo'yimiz yaqin bo'g'oz, tug'ay deb turibdi. Bir 10 kunga ham bormaydi. Xudo xolasa 5-6 kunda tug'adigan variantidan 7 million 200 ming so'mdan akalar mana. 80-85 turadi xudo xolasa. Past 80, baland 85 plus ham bo'lishi mumkin. Endi realni o'lchab ko'rmadik hali. Iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'rish oshlaringga ham tavsiya beraman. Lokatsiyalar tashlab beriladi. Manzil Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i turibdi qo'ylarimiz mana. Bitta ko'rishlaringiz ham mumkin akalar. Tepasiga kelib ko'raman degan akalarimizga lokatsiyalar tashlab beriladi xudo xolasa. Bitta olgan odam chiroyli barakasida o'radi mana. Qo'ylarimiz bir joyda turgan, yeb ichlari sog'lom xudo xolasa. Tetigi variantlaridan jonivorlar. O'zi to'laydigan variantdan prosta bittayimiz qo'ylarga ozgina ishlov berilmagan. Qo'ylarimiz o'zi kecha yetib keldi. Yeb ichish sog'liqlari joyida. Xudo xolasa uylaringga borganda bir hafta o'ylanmasa sinab olasizlar. Olgan odam xudo xolasa yaxshi baraka topadi. Mana shu qo'yimiz sekkadagi mana. Mana shu ketyapti turgani mana. 2 tish. Endi ikisiga chiqardi. Xudo xolasa qo'ylar o'ta ham yosh variantidan. Qo'ylar terishga, terilib turishga bir baho berib qo'yamiz akalar. Hammamizga shunday qo'ylardan qo'ramizda 100 ta 200 ta boqish nasib qilsin. Havas qilgan akalarimizga jo'natib qo'ramiz akalar. Shunday qo'ylar qidirgan akalarimizga jo'natib qo'ramiz. Xudo xolasa bittadan like bosib shu ozgina qilgan mehnatimizni qadrlagan holatda kommentariyaga chiroyli fikrlaringizni qoldirib ketaverasizlar. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarni sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatyapti turgan barcha akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin akalar. Shu yerda videoni to'xtatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalda yangi ko'ryapti turganlar, kanalda rivoji uchun bittadan obuna tugmachasini bosib qo'ying.